Buxoroda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda 14 yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda Qurolli Kuchlar safida xizmat qilib, vatan himoyasidek sharafli ishda safdoshlariga o'rnak bo'layotgan fidoyi xodimlar, harbiylar, ularning oila a'zolari hamda faxriylar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, yoshlar taklif etildi. Tadbir avvalida ozodlik kurashchisi, buxorolik milliy qahramon, jahon xalqlari tarixida o'chmas iz qoldirgan Mahmud Tarobiy jasorati haqida sahna ko'rinishi namoyish etildi. Harbiylarni uy-joy bilan ta'minlash, ularning farzandiga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanomalar berish, oila a'zolarini kasbga o'qitish, ishga joylashtirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bayram tadbirida harbiy xizmatchilar tomonidan jangovar san'at elementlarini o'zida jamlagan va qurolli kuchlar qudratini namoyish etuvchi vatanparvarlik ruhi bilan yo'g'rilgan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi.